Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Tirnoq ichida tinchliksevar Donald Trump Grenlandiya bo'yicha o'z fikrini bildirib o'tdi. Yaqin orada internet tarmog'ida shunday xabar joylangan edi. Donald Trump Grenlandiyani 51-shtat sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari safiga qo'shib olmoqchi degan. Bugun Donald Trump Grenlandiya haqida ham o'z fikrini bayon etdi. Tinchliksevar Donald Trumpning aytishicha, u hech qachon Grenlandiyani 51-shtat sifatida ko'rishni xohlamagan. 51-shtatga boshqa nomzod borligini aytdi. Bu esa Kanada do'stlar. Kanadadan so'ng 52-shtat sifatida albatta Grenlandiya, 53-shtat sifatida esa Venesuelani ko'rmoqchiligini xabar qilgan prezident Donald Trump. Xabarlar internet olamida juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. Ana shuni aytishimiz joizki, Donald Trump Eron haqida hech qanday yangi xabarlarni bayon etmagan. Tinchliksevar Donald Trumpning ishtahasi kundan kunga ochilib bormoqda. U ko'proq va yanada ko'proq davlatlarni egallash istagi borligini ochiqchasiga bayon etmoqda. Eron va AQSh o'rtasidagi muammolardan xabaringiz bor do'stlar. Albatta, Eron bo'yicha Donald Trumpning ishtahasi biroz bo'g'ilganga o'xshaydi. Hozircha Eronga hech qanday tahdidlarni davom ettirmayapti. Hurmatli do'stlar, kanalimizni kuzatib borishda davom eting. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu biz uchun juda qiziq bo'ladi. Kanalga like bosing, obuna bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Efirdagi kamchiliklar uchun albatta barchangizdan uzr so'rayman. Tinchliksevar Donald Trump haqida ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.